Mustahkam oila vatan qo'rg'oni. Shudir vatanning asl qalqoni, hasadgo'y g'animlar ko'zinam bo'lsin, yurtdoshlar oilangiz mustahkam bo'lsin. Assalomu alaykum. Efirda oila davrasidagi ko'rsatuv. Bu galgi ko'rsatuvimizni poytaxtimizga tashrif buyurib, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Karimboy aka Rahmonovning xonadonidan tayyorladik. Keling, hozir ularning hayoti va ijodi haqida hikoya qilib beramiz. Karimboy aka, mana Ra'no opa bilan turmush qurganlaringizga ham 30 yildan oshibdi. Mana shu yillar mobaynida oilangizning mustahkamligini siri nimada deb bilasiz? Haqiqatdan 31 yil to'lib, 32-yilga qarab ketdi bizning oila qurganimizga. Endi oila qachon mustahkam bo'ladi? Qachonki bir-birini yaxshi ko'rib, bir-birini bilan hurmat, izzat bo'lsa, ahillik bo'lsa, bir-birini tushunsa, ayniqsa biz san'atkor bo'lgandan keyin umr yo'ldoshing seni tushunmasa, bu san'at chala qoladi. Bizning xorazmchasini aytganda, o'rta yo'lda qolib ketadi-da. Umr yo'ldoshim Ra'no xonimga men ko'p rahmatlar aytishman, ko'p bizning shu san'at yo'limizda, bizlarning yo'limizda hech qachon g'ov bo'lgan emas. Hamisha tushunib kelgan. Bizlar raqasalar bilan ishlaymiz. Yana ayol kishilar bizga to'yga aytadi, kech kelamiz, erta ketamiz. Kelmay qolgan kunlarimiz bo'ladi. Hamisha tushunib kelgan. Shuning uchun ham bizlarni hozirgacha oilamizni asosiy mustahkam ushlab turgani men Ra'noxon rafiqam deb o'ylayman. Menimcha shunday. Rahmat. Ra'no opa, sizcha siz nima deb bilasiz? Endi aytgan gaplarini men ham qo'shilsam, lekin baribir bir-birini tushunmayinchalik bu turmushda ko'p nimalar bo'lishi mumkin-da. Baribir bizlar bir-birimizni tushunib yashaymiz-da hayotda. Shu bular nov desa, men ma'qul ko'raman, men gapimni bular ma'qul ko'radilar. Shu bir-birimizni yaxshi tushunib yashab gatirganimizdan bilaman. Bo'lmasam, navbatdagi savolim, oilada farzandlar tarbiyasi bilan asosan kim ko'proq shug'ullanadi? Sizmi yoki Ra'no? Endi oilada bolalarning yosh paytida, maktab o'smir paytida albatta oila bilan, bolalar bilan bu opasi shug'ullangan. Bizlar hamisha konsert, gastrol, to'y, bazm, bayram, xalqning xizmati bilan hamisha qo'limiz tegmagan. Faqat shu har zaman kelib qani bolalarimiz yaxshimi, yaxshi o'tiribdilarmi, nima kamchilik deb so'rab, asosan mana shu katta bo'lgancha shu bolalarni tarbiyasiga onasi qaragan. Mana kattaygandan keyin o'zlarimiz e'tibor qilib, mana qo'ldan kelgancha hammasini o'qitdik. Mana Xudoga shukr, hamma havas qiladigan, shaxsan o'zlarimiz havas qiladigan, o'zlarimizni bizning yuzimizni yerga qaratmagan avvalam Xudodan katta gaplarimiz. Shunday farzandlar bo'lib yetishdi deb bemalol aytib bilaman. Xudoga ming qadra shukr. Rahmat javobingiz uchun. Bo'lmasam, navbatdagi savolim, siz ko'proq gastrol safarlarida bo'lasiz. Kasbingiz yuzasidan mana shu paytlarda bo'ladigan qiziqarli voqealar haqida ham to'xtalib o'tsak. 1987 yil. 87 yil. Biz agit poyez Qozog'istonga bir poyez bo'lib, san'atkorlar, shoirlar hammamiz shuni gastrol safariga bir oy ketganimizda eng kenja o'g'limiz mana Temurning tug'ilish arafasi edi. Xudo xolasa men kelgancha hali tug'masam deb ketgandim. Shu yoqda Ahmad Yassaviy yurti Turkistonda bizlar hali bu sotli telefon degan gaplar yo'q paytda. Shu poyezdning o'zidan turib men bir telefon qilib, o'zi bir niyat qilib qo'yganman-da, shu farzand ko'rsak, o'g'il farzand bo'lsa, Xudo xolasa Temurbek qo'yaman ismini. Ham shu mana shu Temur bobomizni shu buyuk Yassaviy boboni ushlarini shuni bir obod qilgan to'g'risidagi voqealarni men shu borganda eshitganman. Havas qilganman. Shuni keyin bir telefon qilsam, bu kishilar tabriklab meni shunday bo'lib qoldi, o'g'lingiz muborak bo'lsin. Bo'lmasa men o'g'limni ismini Temurbek qo'yasan desam, men guvohnoma oldik o'zi. Bu men ko'nglimni bilgandek, Temur qo'yib guvohnoma olib qo'ygan ekan. Shuni bir ko'ngilga to'g'ri kelib, shuni bir o'ylagan voqeangiz hayotda haqiqatdan bo'lib chiqqani ham bir qiziq bo'lar ekanda.
Endi navbatdagi savolimga Ra'no opamizga yuzlanamiz. Turmush o'rtog'ingizni xarakterini qanchalik bilishingizni hozir sizdan o'zimizning savollarimiz bor, shu orqali bilib olamiz. Turmush o'rtog'ingiz qaysi rangni yoqtiradilar? Turmush o'rtog'im ko'pincha oq rang yoqtiradilar, chunki ular oq ko'ylaklar bilan shimlar, qora shim, kostyum shimlar kiyib yurganlaridan keyin o'sha oq rang kiyib konsertlarga, to'ylarga borganda keldilar. Oq rang bu poklik, yaxshilik ramzi hisoblanadi. Turmush o'rtog'ingizning yoqtirgan taomi? Turmush o'rtog'im ovqat tanlamaydi, lekin oshni yaxshi ko'radilar. Oshni o'zlari mana uyda paytlarda o'zlari oilaviy nimaga o'tirishlarimizda o'zlari tayyorlashni yaxshi ko'radilar mana shu oshlarni. Hayotdagi shiori? Xalqni nazardan qolmaslik. Ya hamma mehnat qilib shu oldingi Karimrahmon ismini shu hamma bir ushlab turish. Oxirgi o'qigan kitobi? Oxirgi o'qigan kitoblardan bu Omonmatjonning she'riy to'plamlari, keyin Turkmaniston shoirini Maxtumqulini shu she'riy to'plamlarini o'qidilar. Sizga qilgan oxirgi sovg'asi? Menga qilgan oxirgi sovg'asi, mana bu yaqinda 14-fevralda bizani turmush qurganimizga 31 yil to'liq 32 yil bo'ldi-da. O'shanga chiroyli gul sovg'a qildilar. Turmush o'rtog'ingizni sevimli mashg'ulotlari nima? Sevimli mashg'ulotlari bularni ko'pincha o'z ustida ishlaydilar, keyin ozroq sport bilan shug'ullanadilar. Rahmat, bo'lmasam savollarimiz shundan iborat edi. Endi Karimboy akam bilan yuzlanamiz. Asosan qaysi rangni yoqtirasiz? Asosan mana yoshlik paytimizdan men o'zi oq rang yoqtiraman. Oq kiyinishni, umuman shu oq insonni hamisha ochiq bag'ri dildan ochadi, kayfiyatini ham ko'taradi. Shu oq rangni yaxshi ko'raman. Yoqtirgan taomingiz? Yoqtirgan taomim birinchi tuxumbarakni yoqtiraman. Keyin shu lozirdan bo'lgan oshni yaxshi ko'raman, palovni. Hayotdagi shioringiz? Hayotdagi shiorim san'atkor asosan o'zlaringiz bilasizlar, xalq ham biladi. Menimcha san'atkor uchun eng asosiy shior shu elni nazaridan qolmasdan izlanib, hamisha shu Karimrahmon nomi elning ichida aytilib yurishi biz san'atkor uchun, shaxsan men uchun shior deb bilaman. Oxirgi o'qigan kitobingiz? Endi san'atkorlar qanday kitob o'qidi? Ko'pincha mana she'riy g'azallardan o'qiymiz, ko'p kitoblar o'qiymiz. Navoiy, Huzuriy, Ogahiylar, oxirgi kitoblarni mana ko'pincha Maxtumqulini o'qiyapmiz. Yaqinda Omonmatjonning Diydor Aziz degan kitobi chiqdi. O'sha kitobdan menga taqdim qilgan. O'sha kitob bilan tanishib chiqdim. Turmush o'rtog'ingizga oxirgi qilgan sovg'angiz? Endi sovg'a ko'p qilganmiz. Oxirgi qilgan sovg'a. Endi ayol kishi uchun eng yaxshi sovg'a gul bo'lsa kerak. 14-fevral kuni bizni 31 yillik to'yimiz bo'lgan munosabati bilan 10 kunlab, 15 kunlab so'lmaydigan bir chiroyli gul sovg'a qilganman Rabbimga va kechki Toshkentni aylantirganman, mashinamizda sayr qilganmiz. Sevimli mashg'ulotingiz? Sevimli mashg'ulotim asosan mana boshqargan paytimizda qo'shiqchi bo'lganimizdan keyin qo'limizda tor olamiz. Men studiyamga tushaman, bir ikkita she'rlarni kitobdan ko'chirib olib, shularni bir yaxshi bir kuy izlash. Undan ham zeriksak bilan sport bilan ozgina shug'ullanamiz. Yana zerikarli bo'lsa basseynga bir sho'ng'ib olamiz shunaqa. Navbatdagi savolimiz bu ko'rsatuvimizning an'anaviy savollaridan. Oila byudjetini oilangizda kim boshqaradi? Asosan pul kimda turadi?
Aile budjetini xo'jayinimlar boshqaradilar. Pulni topganlarga topgan pullari, topgan xazinasi menda turadi. Birga keyin maslahatlashib, nima kerak bo'lsa, shuni sarflab beramiz ikkalamiz ham. Bu sababda men yo'qotaman-da. Karimboy aka, mana san'at sohasiga kirib kelganingizga ham 30 yildan oshibdi. Mana shu vaqtlar mobaynida siz o'zingiz orzu qilgan qo'shiqni ijro qildim deb hisoblaysizmi? Endi haqiqatan 30 yildan oshib ketdi bizning san'atga kirib kelganimizga. Lekin san'atkor qancha o'zi bir yaxshi qo'shiq chiqarsa, iloji bo'lsa undan ham yaxshi qo'shiq chiqaring degan bir maqsad bilan ijod qiladi. Lekin 30 yildan oshiq davomida masalan ko'p yaxshi qo'shiqlar mana shu xalqimizga taqdim qilganman. Ularni ancha munchasi hozirgacha yosh san'atkorlar ichida ham ijro qilinib kelmoqda. Masalan ilk mana shu Karim Rahmon qilgan qo'shiqlarimdan masalan shirin so'zlagan shu go'zal xumoriman, Ramzajon olib ketar Parizod degan qo'shiqlarim ilk odamlarning ichiga mana shu olib chiqqan Karim Rahmon qilgan qo'shiqlarim. Hozirgacha ham xalq sevib so'rashadi. Hozir mana shu toshkentlik san'atkorlar ham shu qo'shiqlarimni ijro qilib xalqning ichida xizmat qilib yuribdilar. Bugungi kunda mana shu san'at sohasiga kirib kelayotgan yoshlarimiz juda ham ko'p. Ularni asosan sizga shogirdlikka kelsa, eng birinchi ularga qanday maslahat bergan bo'lar edingiz? San'atkor bo'lish uchun o'qish kerak. Hozir juda ko'p san'atkorlar mana xalqimizning ichida chiqib ketdilar. O'zlarini qo'shiqlari bilan, o'zlarining ijrolari bilan. Endi har kim har xil gap aytadi. Masalan, san'atkor ko'paygan bilan naql bor. Karvon bir rizqi bo'lak. Har kim o'zining rizqini cho'playdi. Shuning uchun men hozirgi chiqib yurgan yoshlarga ham omad tilayman. Har zamonning o'zini bir san'atkori bo'ladi. Har zamonning o'zini bir ijodkori, insoni bo'ladi. Har kim o'z davrida shoh bo'ladi. San'atni bir cho'qqisiga, shu darajasiga yetgan bo'ladi. Men shoir masalasida mana shu yoshlarimizga juda bir chuqur bir e'tiborli bo'lishni men maslahat bermoqchiman-da. Hozirgi ko'p yoshlarimizni mana shu texnika ustozi bo'lib qolgan. Texnika degan vaqtda mana shu kompyuterlar orqali, internetlar orqali bironta bir qo'shiqlarni olib unga to'g'ridan to'g'ri o'zbekcha bir so'zni qo'yib aytib berganlar ham ko'p. Lekin ustoz ko'rgan shoirlar baribir ajralib turadi. Hamma tomonlama ajralib turadi. Buni masalan bir davralarga kirib borishi, o'z o'rnini topib o'tirishi, o'zini qanday tutishi, ustozlarga hamda qanday bir o'zini bir shu hamma narsa me'yorida bo'ladi. Men o'ylayman san'atkor bo'lish uchun ham o'qish kerak, ham bir odamni ustoz bilib duosini olish kerak, peshidan ushlash kerak. Shuning uchun hozirgi san'atkorlarga meni shu iltimosim ham shu, maslahatim ham shu, albatta ustoz ko'rish kerak deb o'ylayman. Rahmat ajoyib javobingiz uchun. Mana shu qo'shiqlaringizni ijro qilganlaringizni orasida o'zingizni yoqtirgan qo'shig'ingizdan to'rttaga aytib bersangiz. Kızım yak göz yaşını, Allah sürer berdaşını, batırsa hem kuyaşını, seviriş güraneden geçme. Bir söz dilini adat eter, bir söz dilini berbat eter. Küngül birip küngül keter, küngül veyraneden geçme. Küngül birip küngül keter, küngül veyraneden geçme. Canzat hem keçmez iğneden, keçme vatan zemininden. Tuvuşken ağa iniden, atadan anadan keçme. Tuvuşken ağa iniden, atadan anadan keçme. Karimboy aka, rahmat ajoyib musiqa qo'shig'ingiz uchun. Mana shu san'atga kirib kelishingizga asosan nima turtki bo'lgan?
san'at sohasini tanlashga? Havasmi yoki bir ota kasbmi bu? Endi bizning avlodimizda san'atkor bo'lmagan. San'atga yoshlik paytimizdan qiziqqanmiz. Men shu eslayman 3-4 sinf paytlarimdan qiziqib, shu qishlog'imizga u paytlari ko'chma kino kelar edi. Shu ko'chma kino kelgan vaqtimda kinodan oldin mana chelakka o'xshagan kolonkalarda qo'shiq yuborib qo'yardi shu qishloqqa. Qo'shiq eshitiladi, ammo o'yladi kino keldi. Men shu kino bilan qiziqmasimda shu u paytlarda shu Kamiljon Ataniyozovlarning qo'shiqlarini, Ma'murjon Uzoqov ko'p shu paytda shu davrni san'atkorlarning qo'shiqlarini shu xalqqa olomon chaqirish uchun aytirib qo'ygan vaqtimda men shu borib shu kolonkaning tagida qo'shiq eshitib o'tirardim. Mana shu san'atga bo'lgan ixlosim shu vaqtda uyg'ongan deb o'ylayman-da. Keyingi davrlarda mana ustozlarimiz chiqib ketdi. Bobomurod Hamdon meni ustozim biladi, hamma xalq biladi. Keyin Otajon Xudo shukurovlar rahmatli, Olmaxon opalarimiz, Ortiq aka Otajonovlar, Shermat Fayzullayevlar, ularni televizorda ko'rib havas qilardik. Ular qanday bu xalqning hurmatidagi, e'zozidagi san'atkorlar. Bizlar ham shunday bo'lib bilamizmi ekan deb ixlos yurakdan ixlos qilsa ham harakat qilsangiz, Xudodan so'rasangiz, endi ular darajada bo'lmasak ham shularning davralarida mana Xudoga shukr yuribmiz hozir. Shularni ustoz bilib, ularni oldidan kelsa o'tmasdan hozirgacha mana hurmat izzatdamiz. Birga siylashamiz ular bilan. Hamma davralarda, hamma yaxshi kun, to'y, bayramlarda birgamiz shu ustozlar bilan. Asosan ustozingizni eng birinchi o'zingiz shogirdlikka borgan ustozingiz kim? Asosiy shogirdlik bo'lib borgan ustozim Bobomurod Hamdon bo'ladilar. Mana 1978-yilda to'g'ri o'zim borib, assalomu alaykum ustoz deb qo'lidan shunday ushlab salomlashib, ustoz shogird bo'lganim Bobomurod Hamdon bo'ladilar. Hozirgacha mana hozir endi ustoz emas, hattoki shu ota o'g'ildek bo'lib qolamiz. Juda bir oliyjanob inson. Ko'p san'at sirlarini o'rgandim. Odamgarchiliklik, shunday bir hayotda bir o'zingning o'rnini topib bilish kerak deydi-ku, o'sha inson menga juda bir katta bir maktab bo'lgan. Shu ustozlarimga, ustozimga men tilak tilab beraman, umri uzoq bo'lsin. Mana 72 yosh bo'lishiga qaramasdan hozirgacha shu yoshlarimiz san'atni tark etgani yo'q. Tan olish kerak, bizlardan ko'p ijod qilib, bizlardan ko'p xalqning xizmatida o'sha inson. O'lmasinlar, Xudoyim umrlari uzoq bo'lsin ustozim. Karimboy akamizni sevimli mashg'ulotlaridan biri bu osh pishirish, ya'ni xorazmchasiga aytganda palov pishirish ekan. Eng hozir ularning qanchalik oshpazlik mahoratlaridan xabardor ekanligining guvohi bo'lamiz. Karimboy aka, mana shu palov tayyorlashni asosan kimdan o'rgangansiz? Qirq hunar bir kishiga oz deydi. Albatta har bir narsadan xabardor bo'lish kerak. Ayniqsa erkak odamning qo'lidan osh yeganda osh pishsa yaxshi xorazmchidan aytganda mazali bo'ladi deb eshitganman-da. Nima uchun desa, bu Xorazmda palov deydi, Toshkentchasini osh deydi. Endi bizlarning hamisha yaxshi kunlarimizda mana Xorazmning eng bir mashhur suzmachi palov pishiradigan otamiz bor, Zerib ota. Undan ko'p narsalar o'g'irlanmanda bizlar hamisha yaxshi kunimizda shu kishi kelib bizlarning davralarimizda osh taqqan. Shundan yana boshqa yerlardan bir o'rganib o'zim oshni yaxshi qiladigan bo'lib, shu ustasiman deb maqtansam ham bo'ladi. Nima uchun desa, oilamizdan yana yangangiz o'zim guvohlari, akasi o'zingiz osh damlang, siz oshingizni sog'indik deb aytgan vaqtlar ham bor. Yomasa teyini to'g'rilab beradi-da, ya birinchidan ma'no soldiradi. Eng asosiy uni siri birinchi solgan vaqtida eng asosiy suvini adashmasdan birinchini chiroyli qilib damini qo'yish ta'minlagan. Teyini hamma narsasini hamma qilish mumkin. Endi baholi qudrat endi bugun ham yeb ko'rasizlar, Xudo xolasa biz oshimizni shivonni Xorazmda hozir birinchidan qilyapmiz, nasib bo'lsa yeymiz birgalikda.
Hamma oilasida tinch bo'lsin, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Yana butun O'zbekiston xalqimizni yaqinlashib kelayotgan Navro'z ayyomlari, Navro'z bayramlari bilan tabriklayman. Rahmat javobingiz uchun. Haqiqatan bu oila mustahkam bo'lsa, bizning yurtimiz ham mustahkam, yurtimiz tinch bo'ladi. Har bir narsa ham oila ham bir davlat, kichkina davlat deb aytilgan mana prezidentimiz. Shuning uchun bu oilaga juda e'tibor kuchli qaratilgan. Oilada mustahkamlik bo'lsa, Xudo xolasa mana yurtimiz ham tinchlik ustuvor bo'ladi, aql bo'ladi, yaxshi kun, bayramlar juda chiroyli bo'ladi. Men Navro'za ayyom kelyapti. Shu Navro'za ayyom bilan chin qalbimdan tabriklayman. Qolaversa, mana shu Iqbol studiyasi juda bir mana Xorazmda juda bir mashhur. Menimcha 2 kanal bor. Iqbol 2 ta kanali. Juda sevib tinglab tomosha qiladi tomoshabinlar. Bu Iqbol studiyasi ijodkorlariga men ulkan muvaffaqiyatlar. Hali ochilmagan qirralari juda ko'p. Xudo xolasa chiroyli odamlar kutilmagan bir chiroyli mana shunday eshittirishlar yuzaga chiqarishga men katta muvaffaqiyat tilayman. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Mana bizning oilamizni shu xalqimizga yoritib berib xizmat qilib turganlar uchun men minnatdorchilik bildiraman. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Shu o'rinda ko'rsatuvimizni shu yerda yakunlasak, mustahkam oilangizda barchangizning xonadoningizga mustahkamlik, tinchlik, totuvlik tilab, siz bilan yana shirin diydor qadar xayrlashamiz. Kıya baksam bulur mu? Lep balingen bolsa asam bulur mu? Ay yüzüne kıya baksam bulur mu? Lep balingen bolsa asam bulur mu? Görüp saçlarını silkitip erkeletip siyip arasam bulur mu? Görüp saçlarını silkitip erkeletip siyip arasam bulur mu? Yaşasam nebin vurup ötersene, işk muhabbetine şunday olur mu? Yaklaşlasam nebin vurup ötersene, işk muhabbetine şunday olur mu? Ay yüzüne kıya baksam olur mu? Lep balinden bolsa asam olur mu? Ay yüzüne kıya baksam olur mu? Lep balinden bolsa asam olur mu? Saçlarını silkitip erkeletip siyip arasam olur mu? Görüp saçlarını silkitip erkeletip siyip arasam olur mu? Sevgi derdi ana şunday olur mu? Bir görmesem yüreğimde tınçım yok ey. Sevgi derdi ana şunday
kıya baksam olur mu? Lep balinden bolsa alsam olur mu? Ay yüzüne kıya baksam olur mu? Lep balinden bolsa alsam olur mu? Kırın saçlarını silkti ben, erkeletip sipalasam olur mu? Kırın saçlarını silkti ben, erkeletip sipalasam olur mu? Erkeletip sipalasam olur mu?